Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz tomoshabin, mana pomidor ko'chat haqida, navi haqida ma'lumot bermoqchi edim. Mana shu ko'rib turganlaringiz Chinto navidan. Mana birinchi hosili 1 2 mana birinchi hosil 1 2 3 4 5 mana 5-dan keyin 6 ta. 6-siga tegyapti. Bo'g'in oralig'ida bu. Bunisini ham bir ko'raylik qani, bunisiga 1 2 3-siga ekan bunda. Mana bunisini ham ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 yani 7-sida ekan. Hop, nechtadan degan Chinto? Boshlanishiga 4 ta, 6 ta shu atrofda mana bularga ko'p tuyibdi, ko'p gullagan. Shu bo'yi juda o'sib ketar ekan buni, lekin bo'g'in oralig'i biroz uzoq ko'p ekanda, bo'g'in oralig'i ko'p ekan, juda o'sib ketgandan keyin tuyar ekan. Mana bunisi esa Vardanza navidan. Bu ham aksariyati boshlanishiga kam tuygan. Hozir bu yerda 5 ta bo'lib turibdi. Lekin boshlanishiga kam tuygan o'zi. Buni bo'g'in oralig'ini hisoblaydigan bo'lsak, bitta, xo'sh, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5-si. 5-sida 4 tadan keyin bo'lyapti-da, xolos. Mana bunda ham bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6-sida bo'lyapti. Mana. Keyin 1 2 3 mana 4-sida bo'lyapti. Buni bo'g'in oralig'i qisqa ekan, lekin sal injiroq pomidor ekan u. Shunday shalpayib qolar ekan barglari. Nimadanligini bilolmadim haligacha. Keyinchalik guli ko'payar ekanda buni. Mana sanaydigan bo'lsak, buni Vardanzani gulini. Xo'p, mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tadan ham ko'p. Keyinchalik ko'payar ekan guli. Bo'g'in oralig'i Chintoga nisbatan qisqa ekan. Bunisi esa Runner ko'chatimiz. Bu juda o'zimga ham yoqayapti. Bundan kamroq ekilgandi. Tanasi qalin bo'lar ekan. Gavdasi katta bo'lar ekan, barglarini yoyib juda ko'p joyda egallab turar ekanda. Lekin bu birinchi tuyishdan ham juda yaxshi tuygan, juda yaxshi gullagan. Yana buni bo'g'in oralig'i ham yaxshi ekanda. Mana o'zi maydagina gavdasi. Gavdasi mayda, boshqa ko'chatlarga nisbatan. Men kasallik tushirib qo'ydim, shuning uchun barglari kesilgan. O'zi aslida juda mana shunday barglab ketadi. Barglari ham katta-katta bo'ladi. Mana birinchi shona, mana ikkinchi shona, mana uchinchi shona. Maydagina bo'lar ekan, bo'yi pastroq. Lekin
Mana tuyumlarim yaxshi tuygan. Juda zo'r. O'sgan sari guli ham ko'payyapti. Yaxshi tuyganda xullas. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyingi yil eksam shundan ekaman deb turibman endi. Ya'ni vaziyatga qaraymiz. Endi hosilni ko'rgandan keyin har uchalasini ham o'shanga qarab ekamiz. Bo'ronda ham maqtashyapti. Bo'ronda ham ko'ramiz hali bu kim ekkan bo'lsa. Shunga qarab hozircha meni ekmoqchi bo'lib turganmi keyingi yil Runner yoqayapti menga. Barglari juda mana ko'rib turibsizlar. Boshqasiga nisbatan juda bir gavdali. Bu yoq chinto taraf. Mana shu bir anavi Runner. Bu tarafi vardansa barglari odamni kayfiyatini tushirib shalpayib qolar ekanda, lekin o'sishdan hech to'xtamaydi.